Oddiy boshlang'ich to'lovga pulim yo'q, xarajatlarga ham kamroq chiqadiganni tayyorlaringdan ko'rsatgan insonlar uchun maxsus taklif. LTZ Paysas 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar top-toza, mashina holatlari ideal, 4-pokoleniya metan gaz, 4 yumshoq balon mashina holatlari vafshi nok deb turibdi. Xullas, Xodi avtodan maxsus taklif asosida akalar, atiga $200 xarajatga pul olib kelgan holatda mana shu avtomobilni Xodi avtodan xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari Cobalt avtomobil 2021-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar почти shu top-toza 4-pokoleniya metan gazlargacha uстановка qilib qo'yilgan, salon holatlari ham ideal, 4 yumshoq balonlargacha qilib qo'yilgan. Mana shu avtomobilimizni Xodi avtodan $600 xarajatga pul olib kelgan holatda bemalol kelib turib xarid qilsa bo'ladi. Endi savol tug'iladi, nimaga san boshlang'ich to'lovsiz deyapsan? Xarajat deyapsan, yana ketiga insonlar uchun maxsus gaplarimiz bor. Xullas, akalar, mashinalarni hammasini men egani o'zidan xarid qilaman. Egani o'zidan xarid qilingan holatda siz oldi-sotdi notarius xizmatlarini amalga oshirishingiz kerak. Hozirga yetadigan summam, hozir aytganlarim hammasi o'zingizning shaxsiy xarajatlaringiz uchun ketadi. $200 deyapmizmi? $200dan $1 ham ortiqcha ketmaydi. Viloyatdan kelsangiz ham, Marsdan kelsangiz ham. Xodi avto ishonch uchun harakat qilyapti, ba'zi bir bonus qo'yib o'tgan insonlardan ogoh bo'linglar. Rahmat.